Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Birleşken Devletler Teşkilatı alayda dokladçısı 11 avgust günü Xitay türmələrdəki kişilik hüquq fəaliyyətçilərinin hüququnu qoğdaş keraklik haqqında məxsus doklad elan qıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı kişilik hüququnu qoğdağıcılar alayda dokladçısı Maria Lawler, fikir erkinligi hüququnu ilgir sürüş və qoğdaş haqqındakı alayda dokladçı Erin Han, qiynaş və başqa rəhimsiz insan qılbidən çıxan yoki pəskeş muamillər, jazo to'g'risidagi alayda dokladçısı Alice Jill Edwards, mecburi g'ayib qilib etilganlar xizmat guruhining raisi va dokladchisi Gabriela Stroni va Birleşken Devletler Teşkilatı'nın alayda doklad bergichilari, mustaqil mutaxassislar va maxsus xizmat guruhlari Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq kengashi tarafidan tayinlangan mustaqil kishilik huquq mutaxassislari 11 avgust kuni Xitoy turmalardagi kishilik huquq faoliyatchilarining huquqini qo'g'dash kerakligi haqida maxsus doklad e'lon qilgan. Mazkur dokladda Xitoy turmasidagi kishilik huquq qo'g'dag'uchilarga qilingan muomalalar, jumladan qiynash, yetarlik davolash mulozimatiga erishishni rad qilish va ziyorat qilish huquqi qatorliqlarga oid izchil ayblashlar meni parakand qildi deb Xitoy hukumatini turmadagi kishilik huquq qo'g'dag'uchilarning huquqiga hurmat qilishini, ularning qiyin qistoqqa va nachar muomalaga uchramasligiga kafolatlik qilish kerakligini ta'kidlagan. Mutaxassislar Xitoy hukumatini bu mahbuslarning oila tavobatlari ve advokatlarının ziyaretiga ruxsat qilinishi ve yeterlik davolanishiga kapolatlik qilish, turmadagi tutqunlarning taqdiri ve izdirik to'g'risidagi uchurlarning yaqinlariga bildirilishi kerakligi haqida chaqiriq qilgan. Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquqni qo'g'dag'uchilar alayda dokladchisi Maria Lawler mundaq deydi. Gerçi biz Xitoy hukumatidan tafsiliy uchurlarni ta'minlashni qayta talab qilgan bo'lsaqmi, Xitoy doiralari turmalardagi bu kishilik huquq qo'g'dag'uchilarga qartilgan nachar muomalaga qarta hech konkret bir javob bermay, faqat o'tirib qo'yilgan masalalar haqidagi savollarga abstrakt uchurlar bilan javob berdi deb Xitoy doiralarini Xitoyda 10 yil yoki uningdan uzun muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan Ilham To'xti qatorliq 7 kishilik huquq qo'g'dag'uchisining sog'lomlik ahvoli, davolanish haqida oila a'zolari va qonuniy vakillarga tafsiliy uchur bilan ta'minlashni talab qilgan. Bu doklad haqida Dunyo Uyg'ur qurultayining BDTdagi mas'uli va qurultayning tashqi munosabatlarga mas'ul muavin raisi Zumrat Erkin xonim stansimizning ziyoratini qabul qilib, ko'z qarashini ifodalab o'tdi. Tünügün yana bir yangi bayonot chiqdi. Bunun qarsak hamda yillardan buya Ilham To'xti tutilgandan keyin Muşta xatlar nurg'unlagan qitim Xitoy hukumatiga avatildi va mush xatning ichida mushu yana bir qitim o'tirib qo'yilibdi. Xitoy hukumati nurg'unlagan qitim so'ylasakmi yana bizga aniq javob bergani yo'q deb mushu xatning ichida Xitoy hukumatini tanqidlabdi. Demak, bu Xitoy hukumatidek boshqa hukumatlarning ustida bundaqcha xat avatilib boqmagan. Masalan, BDT oliy dokladchilarining ichida oliy dokladchilar avatilgan tarafidan avatilgan xatlarning ichida Xitoy hukumatiga eng jiq avatilgan bo'lsa-mu 85 xatdan yuqori xat, jiq xat avatilgan yillar bo'yicha. Ammo mushu 85 xat xatlarga hech qaysiga bir tafsiliy va yoki material sunmagan bu Xitoy hukumati. Shunga bu yana bir qitim xalqaro jamiyatga, shu butun dunyoga BDT a'zo davlatlariga va BDT mexanizm, BDT oliy dokladchilarga yana bir qitim isbot bo'ldi. Xitoy hukumatining mushu Uyg'urlar masalasi bo'lsin yoki kishilik huquq masalalarida bo'lsin tanqidga uchragan chog'da hargizmi javobgarlik bermaydi va javobgarlikdan hatto qochidi va Xitoy hozirgi deb kelayotgan narsa biz BDT bilan nihoyat yaxshi ishlayapmiz, moslashib beryapmiz mexanizmlarga, oliy dokladchilarga deb kelayotgan Xitoy hukumati yana bir qatim o'zining qanchalik moslashmayotganligini va mush javobgarlikdan qechayotganligi va yolg'on gapni qilayotganligini yana bir qatim isbotlandi. 2024 dunyo miqyosida urush va o'lim 2. dunyo urushidan keyingi eng yuqori pallaga chiqqan.
Norvegiyaning Oslo Xalqaroliq tinchlik tadqiqot markazi PREO, Amerikadagi hukumatsiz tashkilot Arselet va Shvetsiyadagi xalqaro tinchlik tadqiqot o'rni SPRIning ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, 2024 yilida dunyo miqyosida bo'lgan urushlar 1946 yildan buyongi eng yuqori rekordni yaratgan. Ma'lumot ko'rsatilishicha, 2024 yili jami 36 davlatda 61 qitim, ya'ni Afrikada 28, Osiyada 17 o'rinda urush bo'lib, bu 10 yil ilgirkidan bir hassa eshib, bu urushlarda o'lganlarning soni 233 ming kishiga yetgan. Davlatlarning 2024 yildagi harbiy chiqimi 2 trillion 700 milliard dollarga yetgan. Buning ichida Xitoyning harbiy sohaga ajratayotgan mablag'i har yili oshayotgan bo'lib, mutaxassislarning qarashicha Xitoy Tayvanni ishg'ol qilish urushiga jiddiy tayyorlik qilayotgan ekan. Navbatda bu urushlarda o'lganlar haqidagi son-siperlar Sharq Turkistonda Xitoyning jazo lagerlarida o'lganlarning sonini o'z ichiga olmaydigan bo'lib, mutaxassislar bu haqda Xitoyning uchurlarni qattiq kontrol qilishi va naq maydonga berib tekshirishning imkoniyatining yo'qligi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining hilmi ham davom qilayotganligi sababidan aniqlashning tasligini o'ttirib qo'ygan. New York Times'ning 8 avgustdagi xabarda bildirilishicha, Xitoyda harbiy qo'mondonlar va askarlar orasida Xi Jinpingga qarshi noroziliklar ko'paygan. New York Times'ning 8 avgustdagi xabarda bildirishicha, Xitoyda harbiy qo'mondonlar va askarlar orasida Xi Jinpingga qarshi noroziliklar ko'paygan bo'lib, Xi ilgari ko'plagan harbiy qo'mondonlarning o'rniga o'ziga sodiq kishilarni almashtirgan bo'lsa-mu, yanada harbiy qo'mondonlar orasida Xining diktatorligiga noroziliklar ko'payishga boshlagan. Xitoy hukumati 2023 yildan beri 20 dan ortiq harbiy qo'mondon va harbiy sanoat rahbarlari ustidan tekshirish olib borgan. Bu haqda New York Times gazetining 10 avgustdagi yana bir obzorda bayon qilinishicha, Xi Jinpingning bu tozalash va tekshirishlari Xi Jinpingning gumonxo'rligi va harbiy sohadagi qo'mondonlarning ishonchsizligi, sadoqatsizligidan kelib chiqqan bo'lib, tozalash va tekshirish qancha davomlashgan sari harbiy sohadagilar Xi Jinpingdan shuncha uzoqlashishga boshlab, harbiy qo'mondonlar ichida norozilik va tavrinish ro'yi holatlari bosh ko'targan. New York Times'ning xabarida bildirishicha, yaqindan buyon Xitoyning harbiy sohadagi bir qism qo'mondonlari izdireksiz g'oyib bo'lgan. Bu harbiy sohadagilarning Xi Jinpingga gumon bilan qarshini taqam kuchaytirishi va uning Tayvanga hujum qilish planini kechiktirishi yoki ta'virtib qo'yishi mumkin ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.